Assalomu alaykum, xalqim, assalomu alaykum. Sizlardan yana bir narsani aytaman degandim. Ko'plar xalqim e'tibor beringlar-da. Sizlarga bir narsani qayta aytib, o'zim ham charchab qoldim. Mana bu gaz balonni ko'ryapsizlarmi? Mana gaz balon, mana kimdir mana bunaqaligini olgan. Bo'laveradi, farqi yo'q. Bu plastmas bo'ladi. Mana samligilami, mana garilkasi. Samligilami. Mana e'tibor beringlar. Mana samligilami, garilkasi. Undan keyin ko'plar aytadi, mana dur nima edi deydi. Qarang, xalqim. Ruschasi bo'ra deydi. O'zbekchasi dur deydi. Bu deganimiz ota bobomizdan qolgan eski mana odamlar, dargar odamlar 60ga kirgan, 55ga kirgan odamlar, o'zimizni dargar qilib yurgan odamlar. Uni bu narsani bo'ra deydi, ruschasiga, o'zbekchasiga dur deydi. Sababi dargarlarda bo'ladi buning narsa, mana ichidagi oq. 100 grammi katta pul bo'lmaydi. 15 ming, 20 mingga boradi. Mana shu bo'rani. Ko'ryapsizlarmi? Endi men durni o'rganib ketganman. Dur deymiz, endi ota bobomizdan qolgan. Endi bu safar endi bo'ra deymiz, endi ilojimiz yo'q endi. Ko'plar tushunmas ekan u narsani, aqli ham yetmas ekan, ko'p tushunmas ekan. Mana aytmoqchiman, xalqim, mana hozir mana ko'mishni chiqardim. Oldingi suvimdan, qilganimdan, plastalardan azotniy bilan solyonniy kislotadan bo'lgan mana ko'mishni chiqardim. Ko'mish chiqarib, mana eritdim. Eritganimdan endi men sizlarga azot qilib chiqaryapman. Keyin yana xalqim, ko'plar tushunmaydi. Mana kompyuterda, mana tranzistorda hozir men ko'rsataman qayerdan yechib olish. Mana qarang, akkuratniy olganman. Mana ko'ryapsizlarmi? Ichida bironta musor yo'q. Bironta ichida yo'q. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana xalqim, mana shu narsa, mana yaxshilab e'tibor beringlar, mana yaqinroq olib keldim. Mana ko'ryapsizlarmi ichidagi? Mana shu narsadan chiqadi, mana shu narsadan. Mana bu yerdan atverkani tiqsanglar, ambir bilan, mana bunday ambir bilan shukur olsanglar ham bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Yana ham tushuntiryapman. Mana simi, mana. Ko'ryapsizlarmi? Undan keyin mana bunday kichkina ambirchalar bo'ladi. Mana ko'rib oling. Mana ambircha, oddiy ambircha. Ana shu bilan shunday sug'urib olaverasiz, tat ketaveradi. Keyin ana bunday idishga solasizlar. Mana ko'ryapsizlarmi? Keyin buni azotni, buni sarig'ini